Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Doktor, sizni klinikangizda grijani qay tartibda davolaydi degan savol ko'p keladi. Hozir videoni oxirigacha ko'rsangiz, bizning klinikada grijani qay tartibda davolaydi, qanaqa shart-sharoitlar bor, hammasini ko'rsatib beraman. Bo'lsa boshladik. Sizlarga hozir fizioterapiya murojaatlari qanaqalari bor, qanaqa davo muolaja qilinadi, hammasini ko'rsatamiz. Bu yer fizioterapiya xonamiz. Bu yerda bir vaqt o'zida 10 kishi, 15 kishi fizioterapiya murojaatini bemalol oladi. Keyin birinchi bo'lib biz nimadan boshlaymiz? Faqat fizioterapiya emas, nimalar bor bizda hammasini ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bu kedroy boshqa. Bemor kelganda albatta uni davleniyasiga qaraladi. Davleniyasi bormi, yurakka muammosi bormi, yo'qmi, holatga qarab fita boshqa qilinadi. Bu fita boshqa apparatimiz albatta bemorda holatga qarab qilinadi. Bu 10 minut, 15 minut o'tiradi bemor. Bu shamolashlarga, muskullarni yumshatib berishga va qonlanishni yaxshilab beradi. Bu bitta apparatimiz. Bu yer massaj xonamiz. Fita boshqadan chiqib bemor massaj oladi. Albatta ayollarga ayollar, erkaklarga erkaklar massajist va massajistkalarimiz bor. Bu yerda hamma apparatlar bor. Parafin, elektroforet, unga yaqin fizioterapiya muolajalarimiz bor va Angliyadan olib kelingan maxsus udarniy volnovoy terapiya apparatlarimiz bor. Mana buni albatta buni medsestra emas, medbrat emas, buni vrachda o'zi nevropatolog vrachlar ishlatiladi. Bu 25 xil kasalliklarga uni programmasi bor. O'sha orqali qo'yib ishlatiladi. Bo'yin belik yuzasi, tizza og'riqlari va beixtirof kasalliklarga ishlatiladi. Juda samarali apparat. Grijani biza faqat dori-darmon yoki faqat massaj bilan emas, kompleks yondashamiz. Grijani kompleks yondashsak, albatta natija yaxshi bo'ladi. Bizdagi 10 ga yaqin fizioterapiya muolajalari, kam miqdorda dori-darmon, plazma-lifting terapiyalar, udarniy volnovoy terapiya, massaj, kerak bo'lsa manual terapiya ham qilamiz. Endi boshqa xonamizni ham ko'rsatib ketamiz. Bu vitishga belni tortadigan apparat, bemorning holatiga qarab tortamiz. Bu ham BTL kompaniya apparati. Bemorning vazniga qarab qo'yamiz. Bemor 10-15 minut davomida yotadi. Bu asta-sekin cho'zadi. Agar gejasi oqqan bo'lsa, sekvestrlangan bo'lsa, bu apparatdan tortish mumkin emas. Yoshi 55-60 yoshdan keyin oshgan insonlarda ham bu apparatni tortish mumkin emas. Bizning bemorlarimiz qo'shni respublika, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston davlatlaridan juda ko'p bemorlarimiz keladi. Qo'shni viloyatlardan bemalol kelib, yotib davolashlari mumkin. Agar xohlasalar, qatnab olsalar ham bo'ladi. 3 mahal ovqati, dori-darmoni, fizioterapiyasi hammasi ishlab bo'ladi. Har bir xonada dush, tualeti ichida bo'ladi. Agar sizda va sizning yaqinlaringizda bo'yin, bel sohada og'riq, grija bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bizga murojaat qilishlaringiz mumkin.